Demirqoya degan joy bor. Bu Demirqoyani rivoyati shundayki, bir Demir degan qaroqchi o'tgan. Odamlarni, karvonlarni yo'lini to'sib, tunab narsalarini olib, o'zlarini o'ldirib, yo qo'yib yuborib, qaroqchilik bilan shug'ullangan inson bir kuni bir avliyo bor karvonni yo'lini to'sdi. Yo'lini to'sib tunayotganda avliyo yerdayib turgan qaroqchilar boshlig'i Demirga qarab, holingga attang. Sen bechorani holingga voy. Sani otang dunyoga ota-onang shu uchun keltirganmidi? Yaratgan Allohing sani bandalarning yo'lini to'sib, so'ngra o'lgandan so'ng jahannamda yonish uchun yaratganmidi? Avliyoni bu so'zlari Demirga juda qattiq ta'sir qildi. Qalbiga hidoyat kira boshladi. Avliyoni oyog'iga yiqildi. Pirim, meni kechirarmikin Alloh? Men juda ko'p gunohlarni qilganman-ku. Meni orqaga yo'l yo'q-ku. Alloh G'afurur Rahim. Kechirguvchi, rahmdil zotdir. Lekin tavba qilmoqlikni bilish kerak. Gunoh qanchalik katta bo'lmasin, shunchalik katta